Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan daraja kitobi 5-mavzu mustaqil ishlash uchun topshiriqlar qismiga keldik. Doskaga yozilgan 13 ta misolni birgalikda ishlab chiqamiz. Qani boshladik. Ikkinchi savol aytayapti. 12 ga bo'lganda 5 qolib qoladigan eng kichik sonni toping debdi. Sonimni 12 ga bo'lsam 5 qolib qolsin deyapti. Xo'p. A variant beray 12. 17. B variant beray necha bo'lishi mumkin? 24 ga 5 ni qo'shaylik. 29. Qaysi birini belgilaymiz? Ko'pchilik A deydi. Ya'ni A variant to'g'ri deb aytishadi. Aslida A'si ham, B'si ham xato. Nimaga? Chunki 12 ga bo'lganda 5 qolib qoladigan eng kichik son 5 ning o'zi bo'ladi. Ya'ni 5 ni 12 ga bo'lsam 0.5 qoldiq bo'ladi. Shu narsada adashmasligimiz kerak. Bizda 0 ham bor. Shuni yodimizdan chiqarmasak, bu kabi savollarda adashmaymiz. Demak, javob 5 bo'ladi ekan eng kichik son. 17 deb xato javobni belgilab qo'ymaylik. 5-inchisi 9 ga bo'lgan 7 qolib qoladigan eng kichik 3 xonali sonni toping deyapti. Endi shart kiritib qo'ygan eng kichik 3 xonali sonni toping deb. Mendan 9 ga bo'lgan 7 qolib qolsin degan. 9 ga bo'linadigan. Xo'p, eng katta 2 xonali son necha? 99 bo'ladimi? Endi unga 7 ni qo'shayman. Ya'ni qollig'ini qo'shib qo'yapman. 7 ni qo'shsam menda paydo bo'ladi 106. Endi ayta olaman men 9 ga bo'lgan 7 qolib qoladigan eng kichik 3 xonali son 106 ga teng ekan deb. Davom etamiz. 7. Tenglamani yeching. 100 bo'lingan 12. Xo'p, x chiqadi ekan, to'liq bo'lim. Shunchaki 12 ga bo'lib qo'yaman. 12 ga bo'lsam nechta bor? 100 ni ichida 9 ta ko'rsam bo'ladimi? 90 plus 16 8 ta ko'raman ekan. 8 kere 2 16, 8 kere 1 8. Nariga bir dilda bilan 9 bo'ldi. 96 ayirsam 4 qolliq. Mana shu 4 qolliq yozildi bu yerga. Demak, x nechaga teng ekan? X teng 8. Birinchisini yechdik. Xo'p, sizda 250 bo'lingan x teng 20 yu necha qoldiq? 10 qolliq bo'ldi. Ya'ni 250 ni x ga bo'lyapman. Qanday ishlanar edi? Men umumiy holatda yozdim 250 teng deb x ko'paytirilgan 20 qo'shilgan 10. Bu qolliqli bo'lish umumiy ko'rinishi edi. Bu yerdan 10 ikkinchi tarafga nima bo'lib o'tadi? Minus bo'lib o'tadi. Ya'ni 250 dan 10 ni ayirsam 240 teng bo'ldi 20 ta x ga. X'im teng ekan 240 ni 20 ga bo'lib qo'yaman. 0 bilan 0 qisqarsa nima qoladi? 24 ni 2 ga bo'lsam 12. Demak, x teng ekan 12 ga. 7 ni ham ko'rib bo'ldik. 8-misol. Quyidagi rasmda 3 ta qolliqli bo'lish ko'rsatilgan. 3 ta qolliqli bo'lish ko'rsatilgan. S va A sonlarining yig'indisini toping debdi. Bizdan A qo'shilgan S ni so'rayapti ekan. Nima qilaman? A ni B ga bo'lsam, xo'p, 5 bo'ladi ekan, to'liq bo'linmam 4. Menda nima bor? A teng deyman. Nimaga? 5 ni B ga ko'paytiraman. Qo'shaman 4. Bu qolliqli bo'lish umumiy holatda yozilishi edi. Keyin bunisida nima bor? Xo'p, S teng ekan 5 kere 3 qo'shilgan 2. S teng 5 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan 2. Xo'p, S nechaga teng ekan? 5 kere 3 15. 15 niga 2 ni qo'shsam 17 ga. S 17 ga teng ekan. Yozib qo'yamiz. Endi bu yerda S nechaga teng bo'ldi? 17 ga teng bo'ldi. Xo'p, 100 ni 17 ga bo'lsam nima bo'ladi? 100 bo'lingan 17. Nechta bor? 5 ta ko'rsam bo'ladimi? Xo'p, 6 ta ko'rsak 60 plus 6 ta ko'rsak oshib ketadi ekan, 5 ta ko'ramiz. 5 kere 17. 7 kere 5 35. 5 kere 1 5. 3 dilda bilan 85. Ayirsam 85 ni 15 natija chiqdi. Qollig'im D 15 ga teng ekan, B 5 ga teng ekan. Men B ni topdim, nimaga tengligini, S ni topdim, nimaga tengligini. Faqatgina A qoldi. B necha ekan? 5. B ning o'rniga 5 qo'yaman. Shunda A teng bo'ladi 5 kere 5 25 qo'shilgan 4 29. A 29 ga teng bo'ldi. A 29, S 17, A qo'shilgan S 29 qo'shilgan 17. Necha ekan? 39 plus
7, 46 ni beradi ekan. S qo'shilgan A yig'indi. 8-chi misolni tugatdik. 10-misol. Quyidagi rasmga qarab qonuniyatni aniqlang. Ketma-ketlikda 2026-o'rindagi doiraning rangini toping deyapti. Qanday ishlaymiz? Nechtadan keyin takrorlanyapti? Shuni topishga harakat qiling. 3, 3. Yana takrorlanadi shu joydan, to'g'rimi? Demak, 6 tadan keyin takrorlanadi ekan. Har 6 ga karrali bo'lgan sonimda 6 da, 12 da, 18 da qaysi rang bilan tugaydi? Sariq bilan. Ya'ni 6 ko'paytirilgan n sonlarimda sariq bilan tugaydi. 2026 ni 6 ga bo'lib ko'raylik. Qollig'i kerak bunga. Necha qolib qoladi? Xo'p, 20 chi nechta bor? 3 ta bor. 3 kere 6 18 ayiraman. 2. Xo'p, 22-chida yana 3 ta bor. 3 kere 6 18 ayiraman. Xo'p, 4 46 nechida? 6talikdan 7 ta bormi? 7 kere 6 40. 2 ayirsam 4 qolliq qoldi. 337 chiqdi, keyin 4 qoldi. Ya'ni 337 marta n sariq bilan tugaydi. Undan keyin yana boshdan boshlaymiz. 1 qolliq qolganda qizil, 2 qolliq qolganda qizil, 3 qolliq qolganda qizil, 4 qolliq qolganda yashil. Ya'ni bu 4 qolliq qolganda tugaydigan sharcha ekan. Demak, doiraning rangi yashil bo'ladi ekan. Keyingisi, Ziyoda 192 betlik kitobni kuniga 18 betdan o'qisa, necha kunda kitob to'liq tugatadi? Oxirgi kun necha bet kitob o'qiydi deb savol qo'ydi. Buning uchun 192 ni bo'lishligim kerak men 18 ga. Bitta bor, 18-chida 18 desam 1, 2. Xo'p, 12-chida 0 ta bor, 0 kere 18 18. 0 kere 18 0 ayirsam, xo'p, 12 ni o'zi bo'ladi. Bu yerda bir adashib ketib qoldi. Xo'p, 12 endi bu yoqda olib tushgan sonim qolmas. Shuning uchun shuni 12 ni qolliq deyman. 10 to'liqsi bo'linma chiqdi. Necha kunda o'qib tugatadi ekan? 11 kunda. 10 kun 18 betdan o'qiydi. 11-kuni mana 12 betni o'qib tugatadi. Javob 11 kun, oxirgi kuni 12 bet o'qiydi deb javob beramiz. Keyingi misolga o'tamiz. 15. Jasur 165 tadan quvur bo'laklarini kuniga 17 ta o'rnatib chiqsa, bir kunda 17 tadan o'rnatib chiqyapti. Necha kunda quvurlarni to'liq o'rnatib tugatadi? Oxirgi kunda nechta quvur o'rnatadi? Bu ham kitobdagi savol bilan bir xil ekan. 165 ni bo'laman men 17 ga. Nechta bor endi? Xo'p, 9 ta ko'raylik. 9 kere 10 90, 9 kere 7 63. 90 ga 60 ni qo'ysam 153 bo'ladi ekan. Ayirsak 2 1. Demak, oxirgi kuni 12 ta quvur o'rnatadi. Jami necha kunda o'rnatdi? 9 qo'shilgan bir oxirgi kuni ham bor. 10 kunda o'rnatadi ekan deb javob beramiz. 20-misolni ko'raylik. Aytyapti, doskaga 10, 11, 12 va hokazo 20 sonlari yozilgan. Ushbu sonlarni 2 ga bo'lganimizda qolliqlar yig'indisi, 3 ga bo'lganimizda qolliqlar yig'indisidan qancha kam deb savol qo'yyapti. Xo'p, bu sonlarni 2 ga bo'lganda qolliqlar yig'indisi, ya'ni 90 ni 2 ga bo'lsam qolliq chiqadi. Necha bo'ladi? 1. Nechta 90 bor? 11, 13, 15, 17 va 19. 1, 2, 3, 4, 5 ta 90 bor ekan. Bularning qolliqlar yig'indisi nechaga teng? 5 qolliq bo'ladi. Har bittasida nechadan qolliq chiqyapti? 1 qolliq. Endi 3 ga bo'lganda qolliqlar yig'indisidan qancha kam? 3 ga bo'lsam bu sonlarni. Xo'p, necha qolliq qoladi? 10 ni 3 ga bo'lsam necha qoldiq? 2 qoldiq. 11 ni 3 ga bo'lsam 3. Xo'p, 10 ni 3 ga bo'lsam 1 qolliq adashdim. 10 ni 3 ga bo'lsam 1 qolliq, 11 ni 2 ga bo'lsam 2 qolliq, keyin 0. Keyin yana 1 2 0. 1 2 0 bo'lib ketadi. Bu takrorlanadi. Xo'p. 10 11. Yozib qo'yaylik adashmaslik uchun 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Men sonlarning kam bo'lganligi uchun yozib chiqdim. Agar ko'payib ketib qolsa, ya'ni 1000 ta 2000 ta son berilsa, mana qonuniyat bo'yicha hisoblab chiqamiz. Har 3 tasi 3 qolliq chiqyapti. Bu yerda necha yig'indi? 3. 13, 14, 15. Bu yerda ham 3 yig'indim. Bu yerda ham 18 gacha 3 yig'indi bo'ladi. 19 20. Bu yoq ham aslida olganda 3 bo'lib qoladi ekan yig'indisi. Qo'shdim bu qolliqlarni 3, 6, 9, 19 da 1 qolliq, 20 da 2 qolliq. Bunda ham 3 ni berdi. 12.
Demak, 3 ga bo'lganda qolliqlar yig'indisi nechaga teng ekan? 12 ga. 2 ga bo'lganda qolliqlar yig'indisi 3 ga bo'lganda qolliqlar yig'indisidan 7 taga kam bo'ldi. 12 ayrilgan 5 teng 7. 7 taga kam deb javob beraman. 21. Nodir to'liq yoz faslida iyun, iyul, avgust o'zi mustaqil 2 kun rus tili, 3 kun ingliz tili o'rganadi. Bir kun dam oladi, yana bir kun kompyuter o'yini o'ynaydi ekan. Agar u shu ketma-ketlikda yozni tugatgan bo'lsa, oxirgi kuni nima qilgan deb savol qo'yapti. Ya'ni 2 kun rus tili, 3 kun ingliz tili, 5 kun bo'ldi. Bir kun dam oladi, bir kun kompyuter, jam 7 kun. Haftaga bu to'liq bo'lib olibdi. Xo'p, haftaga to'liq bo'lib olgan bo'lsa, yozning oxirgi kunida nima qilgan deyapti. Dastlab yoz necha kun ekanligini ko'raylik. 30 kun iyun, 31 kun iyul, 31 kun avgust bo'ldi. Jam yoz faslim 92 kundan iborat ekan. Bizga savol qo'yilgan 92-kuni nima qilgan deb. Buning uchun 92 ni bo'laman nechaga? 7 ga. Chunki 7 kunga taqsimlab oldim. 7 ga. Bo'lsam, hop 9 ni ichida bitta bor. 1 kere 7. 7 ayiraman. 2 22 ni ichida 3 ta bor. 3 kere 7 21. Hop 1 qolliq qoldi. Ya'ni 13 marta odatni takrorlaydi. Keyin 1 qolliq qolgan kuni hop 2 kun rus tili o'rganib boshiga qaytadi yana. Ya'ni birinchi kuni rus tilining birinchi kuni bo'ladi. Rus tili o'rganayotgan bo'ladi ekan. 23. Qanday sonlar 7 ga bo'lgan qolliq bo'linmaning yarmiga teng bo'ladi deb savol qo'ydi. Aytaylik. 2 sonimni bo'lsam 7 ga teng ekan. Xo'p, bo'linmaning yarmiga teng bo'ladi. Qanaqadir qolliq qolsa menda bo'linma o'shanda 2 marta katta bo'ladi ekan deb savol qo'yapti. Bo'linmaning yarmiga qollig'im teng. Qanday sonlar qollig'im 1 bo'lsin, aytaylik. Qolliq 1 desam bo'linmam necha bo'ladi? Bo'linmam 2 bo'ladi. Ya'ni 2 kere 1. Shunda x nechaga teng bo'ladi? 7 kere 2 14. 14 ga 1 ni qo'shsam 15. Bu x bo'ldi. Birinchi qiymati. Yoki qollig'im 2 bo'lsa, bo'linmam 4 bo'ladi. 4 kere 7. 4 kere 7 28. 12 ni qo'shsam x 2 teng 30 bo'ldi. Xo'p, keyingisi 3 qo'ysam qolliqni 3 kere xo'p, bunisi 6 bo'ladi. Endi 6 6 kere 7 42, shuni qo'shsam 45. x3 teng 45 bo'ladi. Va hokazo shunday davom etib ketadi. Ya'ni 15 ga karrali sonlar bo'lib ketyapti. 15, 30, 45 keyingisi. Xo'p, qollig'im 4 chiqqanda x teng x4 deylik. x1, x2, x3, x4, yana 15 qo'shaman 60. x5 qolliq 5 chiqqanda 75, x6 qolliq 6 chiqqanda yana 5 qo'shsam 90 bo'ladi. x7 yo'q. Chunki qollig'im 7 bo'la olmaydi. Mana shu sonlarimni bo'lganimda shu shart bajariladi ekan deb javob beraman. 6 ta qiymatini ko'rib chiqdik. 25. 125 nechta natural songa bo'lgani qolliq 5 ga teng bo'ladi deb savol qo'ydi. Ya'ni 125 ni qaysidir songa bo'lsam x ga teng qanaqadir a son chiqsinda qollig'im 5 qolliq bo'lsin. Nima qilar edim men? Buning ma'nosi 125 dan ayirsam 5 ni necha bo'ladi? 120. 120 x songa qolliqsiz bo'linadi yoki a ga ham qolliqsiz bo'linadi degani. Shuning uchun 120 ning bo'luvchilaridan qidiraman men javobimni. 120 ning bo'luvchilari qaysilar edi? 1. Xo'p, nechta natural songa bo'lganimda debdi. To'g'rimi? 1, 2 bor, 3 bor edi. Keyin 4. Xo'p, 5 ga ham bo'linadi. 6, 7, 8 ga ham bo'linadi ekan. 8, keyin 9, 10 ga ham bo'linadi. 12 ga ham bo'ladi. 12 kere 12 ga 120 ni ber. Endi orqaga hisoblasak bo'ladi. 8 ga bo'lsam 120 ni 15. 15 bo'ldi. 6 ga bo'lsam 20. Hop, 5 ga bo'lsam 120 ni 5 ga bo'lsam 24. 4 ga bo'lsam hop, 124 ga bo'lsam 30. 3 ga bo'lsam 40. 2 ga bo'lsam 60. 1 ga bo'lsam 120 ekan. 125 ni nechta natural songa bo'lganda qolliq 5 ga teng chiqadiganligi uchun men 5 dan kattalarni olaman. Chunki qollig'im bo'luvchidan kichik bo'lishligi kerak.
Shuning uchun 5 gacha olsam, qonliq bo'luvchidan katta bo'lib qoladi. 5 dan bu yoq, misol uchun 6 ga bo'lsam, qonliq 5 chiqadi. 8 ga bo'lsam, qonliq 5 chiqadi va hokazo. Shu sonlarga bo'lganda qonliq 5 chiqadi. Nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bitta deb javob beraman ekan. Nechta? 10 bitta natural songa bo'lsam, qonlig'im 5 chiqadi ekan. 27. Quyidagi rasm jadvalining bir qismi ko'rsatilgan. Bu jadvalga sonlar va shakllar ma'lum qonuniyat asosida joylashtirilgan deyapti. Qanday qonuniyat bor ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 va hokazo ketyapti. Demak, raqamlarda, sonlardagi qonuniyat 1 dan 5 gacha, xo'p 6 dan 10 gacha va hokazo. Oxiriga 5 ga karali sonlar qo'yilib ketyapti. Shakllardagi qonuniyat. To'rtburchak, birinchi qat ustun hammasi to'rtburchak bo'ldi, ikkinchi ustun aylana 6 burchak, aylana xo'p 3 6 burchak, aylana 6 burchak, keyingisi 3 burchak, 6 burchak, 4 burchak, kvadrat, aylana kelyapti. Xo'p, savol qo'ygan 227-soni qaysi qatorda va qanday shaklga yozilgan debdi. 227 soni. Nima qilaman? 227 ni bo'laman nechiga? 5 ga, chunki har 5 bitta qatorga 5 tadan so'ng yozilgan. 5 ga bo'lsam 22-da 4 ta bor, 4 kare 5 20. Ayirsam 2 27-da 5 ta bor, 5 kare 5 20. 5 ayirsam 2. 2 qonliq qoldi. Qaysi qatorda bo'ladi ekan deb savol qo'ysa, 46-qatorda deyman. Bu ketyapti va hokazo. Shunday 46-qatorga keldik. 46-qatorim birinchi shakl qanday bo'ladi? To'rtburchak bo'ladi ekan, bu aniq. Keyin xo'p, 46-qatorim nechidan boshlanadi? 226 dan boshlanadi. Chunki 45-qatorni 225 bo'lib tugaydi. 226 46-qatorning birinchisi bo'ldi, 227 46-qatorning ikkinchisi bo'ldi. Xo'p, endi qanday shaklda? Shuni topishim kerak. Tog' bo'lsa, aylana kelyapti. Juft bo'lsa, 6 burchak kelyapti. Tog' bo'lsa, aylana, juft bo'lsa, 6 burchak kelyapti. Demak, 227 qatorimga qarayman. Xo'p, qatorim qanaqa qator? Juft qator. Juft qatorda 6 burchak kelyapti. Demak, 227 6 burchak ichiga joylashadi ekan. Ya'ni 6 burchak bo'ldi bu. 6 burchak ichiga 227 46-qatorda deb javob beraman. Shu bilan mustaqil ishlash uchun topshiriqlar misollarini ko'rib bo'ldik. Keyingi safar ekub va ekokni o'rganamiz.